o'zini narxidan 3-4 barobar arzoniga top lokatsiyada zo'r arenda joy sizlar uchun topib qo'ydim. Tadbirkor akalarim, videoni oxirigacha ko'ringlar. Sizlarga xudo xolasa foydali bo'ladi. Sergeli mashina bozoridan o'tgandan keyin 10 qo'linglarda Sergeli dehqon bozori keladi. Biz sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan joyimizni bozorning qoq o'rtasida zo'r tayyor katta arenda joy bor ekan. Ichkariga kiramiz hozir. Hamma joyini sizlarga ko'rsatib, to'liq obzorni qilib beraman. Katta pomeshcheniya 661 kvadrat joy ekan va ikkiga bo'lingan. Narigi tarafi 330 kvadrat, bu yoq tarafi 330 kvadrat. To'g'ri burchak bir tekis joylashgan joy hisoblanadi. To'g'ri 60 patolog, unaqa kichkina patolog emas. Endi qarang, ofis qilib foydalanishingiz uchun ham mana shu joy bor. Bemalol. Xohlasangiz, mana shu devorlarni olib tashlash imkoniyati bor ekan. Biz boradigan bo'lsangiz, bir tekis katta yaxlit joy bo'ladi. Xohlasangiz mebelni do'kon, xohlasangiz stroy material, xohlasangiz oziq-ovqat, xullas savdo sotuv qiladigan joy qilmoqchi bo'lsangiz, bemalol kelsangiz bo'ladi. Hozir tashqariga chiqamiz, parkovkalarni ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Parkovkadan umuman muammo yo'q. Keng joy, mashina qo'yishga qiynalmaysiz. O'zingizlar ko'rib turibsizlar, mana shuncha mashina mashina turibdi. Bozor rivojlangan, bozorni kengaytirishyapti. O'shaning uchun shu joy arendaga beriladi. Oldin ishlagan va yurgan. Eng qiziq joy, nima biznesingiz bo'lsa ham olib kirib shu yerda rivojlantiradigan bo'lsangiz, xudo xolasa yurib ketadi. Birinchidan bozor ichi, ikkinchidan internet bor hozir, Instagram bor. Bemalol reklamangizni qiladigan bo'lsangiz, xudo xolasa ancha odam o'rganadi. Narxlarni zo'r qilib qo'yishgan, hamma dokumentlari tayyor, suv, svet, gaz, hamma narsa kirgan ekan. Videoni tagida raqamlar qoldirdik, aloqaga chiqinglar. Videoga bitta like bosib, tadbirkor akalarga videoni jo'natib qo'yinglar.